O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining amaliy natijalari bugun yirik shaharlar bilan bir qatorda chekka hududlar rivojida ham o'z aksini namoyon etmoqda. Ana shunday manzillardan biri Yangiyo'l shahridir. Shaharda bugungi kunda 89 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. 21 ta mahalla, 20 mingdan ziyod xonadon va 10 minglab oilalar bor. Bugun Yangiyo'llik hamyurtlarimiz hayotida islohotlar o'zining amaliy aksini topmoqda. Hududning iqtisodiy ko'rsatkichlari ham barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etib boryapti. Masalan, 2026-yilning birinchi yarim yilligida mahalliy byudjet daromadlari bo'yicha belgilangan reja 102.2% ga bajarilgani buning yaqqol tasdig'idir. Bu esa iqtisodiy faollik ortib borayotgani, mahalliy daromad manbalari kengayib, hududning moliyaviy imkoniyatlari mustahkamlanayotganidan dalolat beradi. Bugun Yangiyo'l shahrida 203 ta sanoat korxonasi faoliyat yuritmoqda. Joriy yilning o'zida 14 ta yangi sanoat subyekti ish boshlagani, ishlab chiqarish hajmining kengayishi, yangi ish o'rinlarining yaratilishi, aholi bandligini ta'minlash, qo'shilgan qiymat zanjirini orttirish, shu bilan iqtisodiy faollik o'sishida muhim qadam bo'ldi. Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishga qaratilgan navbatdagi yirik investitsiya loyihasi ishga tushish arafasida. Mazkur korxona bolalar uchun yegulik hamda turli konserva mahsulotlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, ichki bozorni sifatli va xavfsiz mahsulotlar bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar haqiqatda juda ham yuqori. Hozir biz bu zavodni ishga tushirishimiz uchun juda ko'p imkoniyatlar, kreditlar ajratib berdilar. Yangiyo'l aholisi uchun yangi ish o'rinlarini yaratyapmiz va bunga imkoniyatlar hozirda yo'lga qo'yilgan. Bu zavodni o'zi ishga tushirishimizdan maqsad farzandlar onasi sifatida tabiiy mahsulotlar tarafdoriman. O'zimizda yetishtirilayotgan tabiiy sabzavot va mevalardan iloji boricha tabiiy pyure ishlab chiqarish va farzandlarimizga ulashish bo'lgan. Hozirgi kunda O'zbekistonimizda bolalar taomi uchun yaratilayotgan imkoniyatlarni kengligi o'zimiz bilgan o'sha toza tarkibli, qo'shimcha konservantlarsiz bo'lgan taomlarni ishlab chiqarishni taklif qildim va shuni ustida hozir ishlamoqdamiz. Biz turmush o'rtog'im bilan birgalikda oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yapmiz. Yangiyo'l va Yangiyo'l tuman aholilari ish bilan ta'minlanmoqda. Shu bilan birgalikda korxonamizda Chexiya va Qozog'istonda faoliyatini yuritib kelayotgan mutaxassislarimiz hozirda o'z faoliyatlarini yuritishmoqda. Italiya va Xitoy bilan birgalikda hamkorlikda uskunalarni sotib oldik. Hozir bu yerda 220 kilolik bochkada pyure ishlab chiqarilgan aseptik qoplarda. Undan keyin biz sotib olgan оборудование bu 90 grammlik bolalar taomlari pyuresi ishlab chiqaradigan uskuna sotib oldik. Hamda nafaqat bolalar taomlariga mo'ljallangan, balki kattalar uchun jam, ikra, tomat ham ishlab chiqarish liniyalarini yo'lga qo'yapmiz. Undan tashqari programmalarni biz yangiladik, hammasini zamonaviy texnologiyalar bo'yicha hamma nasoslarini, programmalarini hammasini yangilab, o'sha italyan texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Bizning asosiy maqsadimiz tabiiy mahsulot ishlab chiqarish. Ayniqsa bu bolalar taomlari bo'lganligi uchun bunga e'tibor juda ham katta. Korxona 1,5 gektar maydonda barpo etilgan bo'lib, ishlab chiqarish quvvati yiliga 11.444 tonnani tashkil etadi. Loyihaning umumiy qiymati 42 milliard so'm bo'lib, shu bilan birga 1 million AQSh dollari miqdorida bank kredit ham jalb qilingan. Korxona to'liq quvvat bilan ish boshlagach, 72 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Ayni paytda esa 27 nafar fuqaro doimiy ish bilan ta'minlangan. Mazkur loyiha faqat yangi ish o'rinlarini yaratish, balki hududda oziq-ovqat sanoati salohiyatini oshirish, import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. 2026-yilning dastlabki 5 oyi yakunlari Yangiyo'l shahri iqtisodiyoti barqaror o'sish sur'atlarini saqlab qolayotganini ko'rsatmoqda. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 459 milliard 700 million so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 109.1% o'sishga erishildi. Qurilish sohasida esa qariyb 270 milliard so'mlik ishlar bajarilib, o'sish sur'ati 110.9% ni tashkil etdi. Shahar iqtisodiyotida xizmatlar sohasi yetakchi yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. 5 oy davomida ko'rsatilgan xizmatlar hajmi 1 trillion so'mdan oshdi. Chakana savdo aylanmasi esa 1 trillion 144 milliard so'mni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkichlar shaharda biznes muhiti yaxshilanib, iste'mol bozori tobora faollashayotganidan dalolat beradi. Iqtisodiy o'sish
ortida yirik investitsiya va infratuzilma loyihalari turibdi. Prezident qarorlari asosida 2025-2026 yillarda Yangiyo'l shahrida umumiy qiymati 70 milliard so'mlik 8 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Hozirga qadar ularning 6 tasi yakunlanib, foydalanishga topshirildi. Qolgan 2 loyiha joriy yil yakuniga qadar ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Ushbu loyihalar natijasida o'tgan yilda 53 ta yangi tadbirkorlik subyekti tashkil etildi va 182 ta yangi ish o'rni yaratildi. Joriy yilda esa yana 103 ta tadbirkorlik subyekti faoliyat boshlashi hamda 603 nafar fuqaro doimiy ish bilan ta'minlanishi rejalashtirilgan. Yana bir istiqbolli loyiha plastmassa buyumlar hamda oyoq kiyimlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zamonaviy korxona hisoblanadi. Umumiy qiymati 4,5 million AQSh dollariga teng bo'lgan tadbirkorlik subyekti 1.7 gektar maydonda tashkil etilgan. Korxona ishga tushgach, yiliga 80 ming dona tayyor mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. Majmua 2026-2027 yillarda bosqichma-bosqich foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Eng muhimi, yangi korxona ish boshlashi bilan 40 nafar yurtdoshlarimiz doimiy ish bilan ta'minlanadi. Mazkur loyiha Yangiyo'l shahrida mahalliy ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, iste'mol bozorini sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash hamda yangi ish o'rinlarini yaratish orqali hududning iqtisodiy rivojiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Bir kunda o'rtacha 2000 taga oyoq kiyim ishlab chiqariladi. 2000 juft oyoq kiyim ishlab chiqariladi. Bizda ko'proq ichki bozor talab bo'lgani uchun faqat ichki bozordan chiqqanimiz yo'q. Hammasi o'zimiz ichki bozorga chiqadi. Har bir mavsumga mos oyoq kiyim chiqadi. Kuzgi, qishki etiklarimiz bor, etiklar chiqadi. Yozgida o'sha to'qilgan setka nimaliklar mavsumga qarab chiqariladi. Shuningdek, Yangiyo'lda aholining yashashi va tadbirkorlik bilan shug'ullanishi uchun namunali hududga aylantirish maqsadida yana 30 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. Ushbu mablag'lar hisobidan bitta ijtimoiy hamda 7 ta infratuzilma obyekti barpo etilmoqda. Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki ishtirokidagi o'rta shaharlarni kompleks rivojlantirish loyihasi doirasida qiymati 68 milliard 800 million so'mlik 5 ta loyiha amalga oshiriladi. Mazkur tashabbuslar yakunida 300 ta yangi tadbirkorlik subyekti tashkil etilishi va 800 ta yangi ish o'rni yaratilishi kutilmoqda. Ko'p hollarda shunaqa bo'ladi, zavod ochiladi, unga ishchi yetishmaydi. Yoki ishchilar bor, zavod yo'q. Hozir institutlarda ham kerakli mutaxassislar yetishtiriladi. Biz kredit oldik, kreditga yordam berishdi. Tez kredit olib berishga, chunki zavodni shu uchun ham qurib bitiryapmiz. Sentyabrga qurib bitirish rejamizda bor. Undan tashqari biz o'zimizning kuch bilan 40 milliard investitsiya kiritdik. 18 milliard kredit oldik. Oldin biz tadbirkorlarga qiyinchilik bo'lardi, to'g'ri. Pulda o'zi bo'lmasdi. Birinchidan, ikkinchidan hozir pul bor, yarim yil, 1 yilga cho'zilib ketardi. Kredit olish tartibi juda ko'p hujjatlar kerak bo'lardi. Hozir juda oson. Ya'ni kichkina summalarni onlayn telefonda olsa ham bo'ladi. Endi albatta biz kattaroq summa olganligimiz uchun bizga 2 haftada hal bo'ldi desa ham bo'ladi. Bu unaqa oldinlari bo'lmagan bunaqa narsa. Kreditdan ham tashqari boshqa yordam ham kerak tadbirkorlarga, ya'ni ruxsat olish, qurilishga. Oldin bunaqa bo'lmasdi-da. To'g'ridan to'g'ri eshitib, bizning muammomizni joyida hal qilishadi. Har bir yordamni sezganingizda odamda ham bir energiya paydo bo'ladi ishlashga. Natija ko'rganingizda yana ham ishlagingiz keladi. Amalga oshirilayotgan islohotlar va investitsiya dasturlari esa yaqin yillarda Yangiyo'l shahrining iqtisodiy salohiyatini yanada mustahkamlashi shubhasiz. Shaharda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va mahalliy sanoatni rivojlantirishga qaratilgan loyihalar izchil davom etmoqda. Shunday loyihalardan biri Farovon mahallasida bo'lib, bu yerda motorli transport vositalarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan zamonaviy korxona barpo etilgan. Loyihaning umumiy qiymati 25 milliard so'mni tashkil etadi. Shundan 20 milliard so'm bank krediti, 5 milliard so'm tadbirkorning o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtirilgan. Ajratilgan sarmoyaning asosiy qismi ishlab chiqarish binolarini qurish va zamonaviy uskunalarni xarid qilishga yo'naltirilgan. O'zbekistonning yetakchi maxsus texnika ishlab chiqaruvchilaridan biri bo'lgan bu korxona bilan strategik hamkorlik to'g'risida kelishuv imzolandi. Bu hamkorlik O'zbekistonda zamonaviy mahalliylashtirilgan sanoat ishlab chiqarishini yangi bosqichga olib chiqadi. Avvalo O'zbekistonning bugungi taraqqiyoti haqida to'xtalmoqchiman. So'nggi yillarda mamlakat iqtisodiyoti va sanoati
jadal rivojlanmoqda. Aholining ko'pligi, yosh va mehnatga layoqatli kadrlar, ichki bozorning kengayib borayotgani mamlakatning ulkan salohiyatidan dalolat beradi. Yirik infratuzilma loyihalari, sanoatni modernizatsiya qilish va investitsiyalar oqimi biz kabi xalqaro kompaniyalar uchun ham keng imkoniyatlar yaratmoqda. Shuning uchun ham biz mahalliy bozorni yaxshi biladigan, kuchli ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan ishonchli hamkorni tanladik. Bu korxona nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoda ham maxsus texnika ishlab chiqarish sohasida katta tajribaga ega korxona hisoblanadi. Hamkorligimizning birinchi bosqichida mahalliylashtirilgan avtobeton qorgich mashinalarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Sani o'zining ilg'or texnologiyalari va sifat nazorati tizimini taqdim etadi. Chinar Group korxonasi esa mahalliy ishlab chiqarish imkoniyatlarini ta'minlaydi. Kelgusida mazkur loyiha yanada kengayib, og'ir mashinasozlikning boshqa yo'nalishlarini ham qamrab oladi. Ishonamizki, bu hamkorlik nafaqat ikki kompaniya, balki O'zbekiston sanoat rivoji, yangi ish o'rinlari yaratilishi va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga munosib hissa qo'shadi. Korxonadagi metallni lazer yordamida kesish, bukish, yo'nish, presslash, bo'yash hamda mahsulotni yig'ishga mo'ljallangan zamonaviy uskunalar Xitoy, Turkiya va Rossiya mamlakatlaridan keltirilgan bo'lib, mazkur texnologiyalar ishlab chiqarish unumdorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va ichki bozorda raqobatbardosh mahsulotlar tayyorlash imkonini beradi. Eng muhimi, ushbu loyiha yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, mahalliy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va Yangiyo'l shahrining iqtisodiy salohiyatini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. 19 yoshdaman. Bu yerga kelganimda ustozlarim bo'lgan. Ustozlarim shu lazer apparatni o'rgatishgan. Hozirda ancha mustaqil bo'lib, o'zim shu korxonaga kerakli detallarni kesib tayyorlab beryaptim. Avval o'ylamayapman bunaqa narsani ishlataman deb. Uskunamiz 0,1 mm dan 25 cm gacha bo'lgan. Uzunligi 6 metrga 1,5 metrlik listlarni bemalol kesib yetkazib beriladi. Ishlash jarayoni davomida texnika xavfsizligiga rioya qilib, kerakli detallarni kesib yetkazib beryaptik. Detallarni sifatiga e'tibor qaratyapmiz. Shaharning Baxt mahallasidagi korxonada alyuminiy va mis simlardan kabellar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Umumiy qiymati 10 million AQSh dollariga teng bo'lgan loyiha zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish va ichki bozorda sifatli kabel mahsulotlariga bo'lgan talabni qondirishga xizmat qiladi. Bu korxonada nafaqat erkaklar, balki ayollar ham ish bilan ta'minlangan. Men bu korxonada 10 yildan beri ishlab kelyapman. Ishimiz o'zimizga yoqadi. Ayollar ham, erkaklar ham shu zavodda ishlaydi. Ayollar betovoy simlarni chiqaradi. Erkaklar katta siplarni, kabel simlarimizni biz tekshiruvdan o'tkazamiz. Hozirgi kunda yangi sip kabellarimiz chiqmoqda. Bu sip kabellar hamma 12 ta viloyatga yetib boryapti. Men shu korxonada ishlab kelayotganimda juda ham xursandman. Oyliklari vaqtida. Masalan, men 6 millionga yaqin oylik olaman. Bu oyligimdan uy ro'zg'origa ham yordam bo'ladi. Ishlash uchun imkoniyatlar juda ham yaxshi. Masalan, o'sha oyligingiz vaqtida bo'lsa, yugurib kelasiz ishxonaga, chunki oylik vaqtida berilyapti-da. Korxona yiliga 100 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatiga ega hamda 100 nafar fuqaro doimiy ish o'rni bilan ta'minlangan. Bu esa nafaqat hududning sanoat salohiyatini oshirish, balki qurilish, energetika va ishlab chiqarish tarmoqlarini mahalliy mahsulotlar bilan ta'minlash, eksport imkoniyatlarini kengaytirish hamda Yangiyo'l shahrining iqtisodiy rivojiga ham munosib hissa qo'shib kelmoqda. Korxonada ishlash bilan birga yoshlarni ta'lim olishlari uchun ham keng imkoniyatlar bor. Bu korxonaga 2025-yil kelganman. 8 oy ishlab, o'qishga kirganman. Bugungi kunda ham o'qib, ham ishlayapman. Ishlab topgan pulimni o'zimga, o'qishimga ishlataman, ham oilamga yordam beraman. Ishimdan mamnunman, yaxshi. Uyga ham yordam bo'ladi, oilaga yordam. Amalga oshirilayotgan har bir ish ortida bir oilaning quvonchi, o'nlab insonlarning mehnati mujassam. Yangiyo'l shahrida bugungi o'zgarishlar aynan shu ezgu maqsadga, insonning munosib hayot kechirishi, oilalar daromadining ortishi va mahallalarning yanada obod bo'lishiga xizmat qilmoqda. Chunki chinakam farovonlik so'zda emas, balki odamlarning kundalik hayotidagi o'zgarishlarda namoyon bo'lishi lozim.